Yelkani yoniga maqshli o'smi, молодец. Hozir sizga yelkani yonini qopda o'qib qo'yadigan bitta mashq ko'rsataman. Videoga yaxshi ahamiyat beringlar, foydali bo'ladi. Bizga birinchi o'chirtda naklonniy skameyka kerak bo'ladi. Biz skameykamizni 80 gradusga ko'tarib olamiz va texnikasiga yaxshi ahamiyat beringlar. Bizga ikkita o'rta vesdagi gantellar kerak bo'ladi. Agar kimning kuchi ko'p bo'lsa, bemalol 10-15 olsa ham bo'ladi. Texnik xuddi shunaqa holatda bo'ladi. Tirsaklarimiz maksimal tushgan holatda maksimal osilish kerak va ketdi. Bir, sekin tushiramiz. 2 3 4 5 6. Xuddi shu sizlar ko'rgan texnikalarda 4 ta patod bajaramiz, 20 tadan qarabsiz 2 oy deganda yelkali qopda bo'ladi. Og'ayinglar yelkinga sinto urvording deyishi aniq. Agar kim onlayn yoki offlayn shogird tushmoqchi bo'lsa, menga direktdan aloqaga chiqing, sizni forma ustida 0 dan birlashishimiz.